Barlıq hamd sanalar Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge u zatning oil tavobatlarga, ashablarga va u zatga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bolsun. Ma'lumki, ayning ko'rinish vaqti va chiqish o'rni har qaysi rayonlarning jug'rofiylik joylashishining o'xshamasligiga va havo sharoitiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Bu yil Misr qatorliq ba'zi davlatlarda 1442-yili Zulhajjining 29-kuni, ya'ni 2021-yili 8-avgust yakshanba oyga qarash faoliyatida oy ko'rilganlikdan milodiya 2021-yili 9-avgust dushanba kunini hijriy yangi yilning 1-kuni deb e'lon qildi. Turkiyadami shunday qabul qilindi. Buning asosan Ashura, ya'ni hijriya kalendarining 1-oyi bo'lgan Allah'ның shahri Muharramning 10-kuni 2021-yili 18-avgust çarşamba kunidir. Lekin Saudiya Arabiston qatorliq ba'zi ellarda 1442-yili Zulhajjining 29-kuni, ya'ni bu yil 8-avgust yakshanba oy ko'rilmaganlikdan avtomatik holda Zulhajji oyini 30 kunga tamomlab, milodiya 2021-yili 10-avgust kuni seshanbani hijriya 1443-yili 1-oyning, ya'ni Muharramning 1-kuni deb e'lon qildi. Buning asosan Ashura kuni 2021-yili 19-avgust payshanba kuni bo'ladi. Bilinganidek, kuchli qarashda oyning kirganligi bir yurtda isbotlansa, dunyoning har qaysi joylaridagi insonlarga shu bo'yicha amal qilish vojibdir. Oy chiqish o'rinlarining o'xshamasligi e'tiborga olinmaydi. Bo'libmi, jug'rofiylik o'rtaq rayonga joylashgan kechisi o'xshash yurtlarda o'xshash bo'ladi. Yuqorqi qarashga binoan Ashura kuni, ya'ni hijriya kalendarining 1-oyi bo'lgan Muharramning 10-kuni 2021-yili 18-avgust çarşamba kuni bo'ladi. Ashura kuni ba'zi voqeliklar va ne'matlar bo'lgan alohida bir kun bo'lg'achqa, bu kunda ro'za tutish yo'l qo'yilgan bo'lib, bu kunda ro'za tutish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidir. Şuna ushbu kunda biz qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim amal ro'za tutish orqali bu kunning fazilatiga erishishdir. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kunida ro'za tutish to'g'risida so'raldi, o'tgan bir yillik gunohlarni yuyitadi deb kelgan. Olimlarning qarashicha, bu kunda ro'za tutish orqali yuyitiladigan gunohlar kichik gunohlardir. Bu o'tgan yoki keladigan yilning gunohlaridir. Navada kichik gunohlari bo'lmasa, cho'ng gunohlari yengillitiladi. Cho'ng gunohlarimi bo'lmasa, darajasi o'rlatiladi. Bu Alloh taolaning fazl va iltifotiga bog'liqdir. Ammo cho'ng gunohlar faqatla rostchil tavba qilib, gunohiga pushaymon qilish, qayta qilmaslikka bel bog'lash va boshqalarning haqqini egasiga qaytarish bilan yoki Allohning rahmati bilan yuyiladi. To'liq shartlari bilan ado qilingan haj bilanmi yuyilishi mumkin. Ammo boshqalarning haqqiga tajovuz qilgan bo'lsa, bu gunohlar faqatla shu haq egalarining roziligi bilan yuyiladi. Ashura kunida ro'za tutmoqchi bo'lgan kishining Muharramning 9-kunini qetib ro'za tutishi mustahabdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ashura kunida ro'za tutib, sahobalarni ro'za tutishga buyurganda, sahobalar: "Ey Rasululloh, bu Yahudi nasoralar ulug'laydigan kun" deyishgan. Buni anglab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "İnşallah kelar yili kelsa 9-kun ro'za tutamiz" degan. Ming afsuski, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyingi yil Muharram oyi kelguncha olamda o'tgan. Shunga 9-kunini billa qetib ro'za tutmoqchi bo'lganlar 17-avgust seshanbani Ashura kuni bo'lgan 18-avgust çarşambaga qetib tutsa bo'ladi. Albatta, bu ikki kunga 19-avgust to'g'ri kelgan payshanba kunini qo'shib ro'za tutish, payshanba kuni ro'za tutishdan iborat yana bir sunnatni ihyo qilganlik bo'lsa, Ashura uningdan keyingi bir kunni qo'shib 9-chi, 10-chi, 11-chi kunlarni birga tutish haqida kelgan hadislar bilanmi alohida fazilatlik amal bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh 2021-yili 8-oyning 16-kuni.